Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugungi gaplashadigan mavzuyimiz Telegram guruhlarida qanday qilib jonli auditoriyani ko'paytirish, qisqa muddat ichida maqsadli qilib boshqa guruhlardan o'zimiz guruhimizga 20 ming, 30 ming, 50 ming, 100 minggacha olib chiqish yo'lini ko'rsataman. O'tkazmasdan videoni ko'rsalaringiz noldan batafsil tushuntirgan bo'laman. Buning uchun bizga asosiy ikkita dastur kerak bo'ladi. Ya'ni shu guruhimizni a'zolarini ko'paytirib rivojlantirish uchun mana shu ikkita dastur kerak bo'ladi. Buni birinchisi marketing, ikkinchisi Termux dasturi bo'ladi. Bular bir-biriga bog'lab ishlatiladi. Hozir men sizlarga shu dasturlarni ham uстановка qilib telefonga ko'rsataman. Hozirda ko'rishingiz mumkin. Bu uстановка qilinmagan holati. Buni birinchi o'rinda yuklab olamiz. Yuklab olganimizdan so'ng Termux dasturi mana shunday holatda ko'rinadi. Kirganimizda bizda настройка bo'linganligi uchun mana shu holat chiqadi. Hozir marketing dasturini ham qayerga joylashishni ko'rsataman. Marketing dasturi esa mana shu telefonimiz fayllarida joylashgan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Ushbu dasturdan foydalanib, hozirda biz sizlarga bitta guruhga realni odam qo'shishni o'rgatib ko'rsatib beramiz. Telefonimizga bularni uстановка qilib olganimizdan so'ng o'zimizni guruhimizni misol qilib olsaylik, biz hozir mana shu guruhga qo'shib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda yangi guruh a'zolari hali qo'shilmagan. Biz bu guruh silkasini birinchi nusxalab olamiz va qaysi guruhdan odam olmoqchi bo'lsak, shu odam olmoqchi bo'lgan guruhimiz silkasini ham nusxalab olamiz. Hozirda men mana shu guruhdan odam olmoqchiman. Bu yerda a'zolari ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Guruhda odam olmoqchi bo'lgan guruhimizda ko'rsalaringiz yaxshi, sifatli auditoriya bo'lganligi uchun shu guruhni tanladim. Buni ham nusxalab olamiz va Termuxga kiramiz. Termuxga kirganimizdan so'ng bu yerga hozir qaysi guruhdan odam olmoqchi bo'lsak, shu odam olmoqchi bo'lgan guruhimiz silkasini qo'yib, enter bosamiz va kerakli so'rovlarga javob berib, yana enter tugmasini bosib, o'zimiz qo'shmoqchi bo'lgan guruhimiz silkasini kiritamiz. Hozir ko'rishingiz mumkin, o'zimiz qo'shmoqchi bo'lgan guruhimiz silkasini ham kiritib oldik va kerakli so'rovlarga javob berib, bu yerda enter tugmasini bosamiz va dastur ishlashni boshladi. Hozir guruhga kirib ham a'zo qo'shilib turganini ko'rsangiz bo'ladi. Ushbu dasturni sizlar ham o'rganib, telefonlaringizga o'rnatib, bemalol mana shunday holatda ishlatsalaringiz bo'ladi. YouTube'da juda ham ko'plab videolar chiqib ketdi. Yolg'on, ishlamaydigan dasturlari, effekti yo'q narsalarni arzonroqqa sotishib, odamlar aldab pulini olishyapti. Sizlarni aldanib qolmasliklaringizni tavsiya beramiz. Bizni hozirda Telegramda kanalimiz ham bor. Sizlar ishlarimizni kuzatib, keyin bizga murojaat qilsalaringiz ham bo'ladi. Hozir Telegram guruhga o'tamiz. Qo'shilib turgan a'zolarni ko'ramiz sizlar bilan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 5 ta a'zo bor edi. A'zolar qo'shilishni boshladi. Mana shu hozirda birorta guruhga kirib, birorta profil egasiga kirib, shu guruhdan o'tib turganini bilish uchun ko'ramiz. Misol uchun mana shu guruhda ham bor va yangi guruhimizga ham a'zolar qo'shilyapti. Mana shunday qilib sizlar maqsadli auditoriyani qisqa muddat ichida ko'paytirib olsalaringiz bo'ladi. Bemalol shu yo'l orqali guruhlaringizni 50 ming, 100 mingtaga ham olib chiqsalaringiz bo'ladi va mana shu o'rganib turgan usullaringiz orqali hamma pulga odam qo'shadiganlar, asosan to'g'ri ishlaydiganlari shu usullar orqali sizlarning guruhlaringizga a'zolarni ko'paytirib beradi. Hozirda 45 ta bo'ldi va yana ko'payishda davom etyapti. Bu guruhga biz 1000 ta yoki 1000 taga yaqin a'zo qo'shib ko'rsatib beramiz qisqa muddat ichida, ya'ni shu videoning ichida. Dasturimiz ishlashini ko'rishingiz mumkin, yaxshi, sifatli ishlayapti. Bizning Telegramda ham kanalimiz bor. Kanalimizda ham ishlarimizni kuzatsalaringiz bo'ladi. Hozirda kanalimizni ko'rsatamiz. Ushbu kanal bizning Telegram marketing kanalimiz. Bu yerda dastur to'g'risida ma'lumotlar, xizmatlarimiz to'g'risidagi narxlar, o'rganishga obunachilar fikrlari, biz ko'rsatgan natijalarni, dastur ko'rsatgan natijalarni joylab boramiz. Bu yerdan ham batafsil ma'lumot olsalaringiz bo'ladi. Video tagida bu kanalimiz silkasini qoldiramiz. Ushbu dasturni biz 3 yildan buyon o'rgatib kelamiz. Bu eskiradigan narsa emas. Har xil yolg'on versiyalarni chiqarib, qaytadan sizlarga sotmaymiz. Bir marta telefonlaringizga o'rnatib olganlaringizdan keyin
bemalol ishlatib yursalaringiz bo'ladi. Va bizda boshqa Telegram bo'yicha xizmatlar ham bor. Kanalimizga kirib, batafsil tanishsalaringiz bo'ladi. Hozirda guruhga kirib, a'zolarni kuzatamiz, qo'shilib turgan a'zolarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda hozirda 168 tadan o'tgan qo'shilib turgan a'zolar va bu yerdan ham biz kuzatishimiz mumkin. Birorta profilga kirib, ikkala guruhda ham bor, ko'rganimizdek ko'rishimiz mumkin va boshqa profillarga ham kirib ko'raveramiz. Hammasiga kirib chiqqani biz ulgurmaymiz. Shuning uchun 2 ta, 3 ta profilga kirib ko'rsatib beryapman. Ko'rishingiz mumkin. Hammasida shu o'zimiz tanlagan guruhda maqsadli auditoriyalar o'tyapti. O'zbek auditoriya bu, hech qanaqa yolg'onlarsiz. Hozir ko'p o'zbek nakrutkalar ham chiqib ketgan. Bu o'zbek nakrutka emas, bu haqiqiy, realniy ishlab beradigan jonli auditoriya hisoblanadi. Video davomiyligi uzayib ketmasligi uchun videoni to'xtatib olyapman. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda 200 tadan oshiq qo'shildi va yana qo'shilish davom etyapti. Bu yerdan ham biz ko'rishimiz mumkin. Va yana qayta ko'rsataman sizlarga. Shu gruppadan maqsadli o'tyapti. Sizlar ham o'rganmoqchi bo'lsalaringiz, bemalol bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, premium xizmatlar bizda 3 yildan buyon tajriba bor. Ko'pchilik bizga aldanib yozib qolishyapti. Maktab bolalaridan yoki mashinali ishlamaydigan dasturlarni 200 ming, 300 ming so'mga sotishadiganlar ham hozir ko'payib ketgan. Men hammasini ismi bilan aytmayman, lekin ko'pchilik shularga birinchi olishyapti-da, bizda narx sal qimmatroq bo'lganligi uchun arzonroqdan olishyapti, lekin ular kutgan natijani olisha olmayapti. Hech qachon sifatli natija beradigan narsa arzon bo'lmaydi. Va men sizlarga natijasi bilan ko'rsatyapman. Ular hech qaysida bunaqa 1000 ta, 2000 ta qo'shib ko'rsatib bermagan va natijasi ham yo'q. Birorta natijaga erishgan misol gruppasi bo'ladi, 50 ming, 100 ming ta unaqa gruppalar ham qilinmagan bizada. Ham shunaqa guruhlar tayyorlangan, ham mana bu dasturlarimizni o'rganib odamlar o'zlari shunaqa guruhlar qiladi. Bemalol sizlar ham shunaqa guruhlarni qilsalaringiz bo'ladi. Faqat ozgincha vaqt kerak bo'ladi. Misol uchun kuniga sizlar 1000 tadan odam qo'shsalaringiz ham o'sha 1 oyda 30 ming ta, 2 oyda 60 ming ta odam qo'shadigan darajaga chiqib olsalaringiz bo'ladi, yaxshi o'rganganlaringizdan so'ng. Video davomiyligi uzayib ketmasligi uchun videoni to'xtatib olyapman. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda a'zolar 500 taga yaqinlashib qoldi. 400 dan oshiq qo'shildi va biz mana bu kontentlarga ham kirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu guruhda ham va bu guruhda ham bor. Dasturimiz ishlash jarayonini ham sizlarga ko'rsatamiz. Dasturimiz ishlash jarayonini ham bu yerda ko'rishingiz mumkin. Sizlar ham telefonlaringizga o'rnatib olib, bemalol mana shunaqa kuniga 1000 tadan va undan oshiq ham odam qo'shib guruhlaringizni rivojlantirsalaringiz bo'ladi. Bemalol bizga Telegramdan murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Dasturimiz to'g'risida batafsil ma'lumotni mana shu Telegram marketing kanalimizdan olasizlar. Video tagida silkasini qoldiraman. Bu kanalda boshqa Telegram bizneslaringizga oid boshqa ma'lumotlar ham olsalaringiz bo'ladi.